Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Reportajimizni Samarqand shahar 43-maktabda faoliyatini olib borayotgan fransuz tili o'qituvchilaridan eksklyuziv suhbat qilamiz. Bu maktab fransuz tiliga ixtisoslashgan maktab ekan, juda ham mashhur. Aynan fransuz tili doirasida ko'p ishlar qilinyapti bu maktabda. Bu maktabda ancha yildan beri faoliyat olib borayotgan o'qituvchilar bilan suhbatlashamiz. Bundan tashqari bu maktabda fransuz tili muhiti ancha taraqqiy etgan ekan. Hurmatli obunachilar, maktabni qarshisiga qarasak biz Eiffel binosi va Fransiya bayrog'ini ko'rishimiz mumkin. Shuni anglatadiki, bu maktabda fransuz tili jadal taraqqiy etmoqda. Qani ketdik. Avvalo shu maktab ma'muriyatiga, direktor Gulnoz opaga va shu intervyuni, shu reportajni tashkil qilib bergan Mahbuba domlaga, Mavluda opaga va Nataliya Nikolayevnaga men katta minnatdorchiligimni bildiraman. Hozir men shu maktabda 41 yildan beri fransuz tilida faoliyat olib borayotgan domlamiz Mavluda opa bilan eksklyuziv suhbat o'tkazaman. Nataliya Nikolayevna bilan eksklyuziv suhbat olish niyatim bor. Shu fransuz tilini yosh bo'lishiga qaramay g'ayrat, shijoati bilan o'tayotgan o'qituvchilarimiz Mahbuba domla va boshqa domlalar bilan eksklyuziv suhbat olib borishni rejalashtirganman. Hurmatli obunachilar, mana kameramiz qarshisida shu Samarqand shahrida 43-maktabda 41 yildan beri faoliyat olib borayotgan domlamiz Mavluda opa bilan bevosita suhbat uyushtiramiz. Mavluda opa, assalomu alaykum. Rahmat, avvalo shu intervyuga rozi bo'lganingiz uchun. Mavluda opa, sizga savolim birinchi shunaqa bo'ladiki, o'zingizni shu 41 yillik ish faoliyatingiz haqida ozroq gapirib bersangiz. Xo'sh. Assalomu alaykum. Obunachilarga, hammaga. Tak, men shu maktabda o'zim o'qiganman, 10 yil tamom bitirib, keyin universitetga kirganman, Samguga. Fransuz tili fakultetiga kirganman 1984-yilda. Shunday 5 yil o'qib, tamomlab, yana o'zimni maktabimga keldim. Shu 84-yildan beri shu yerda ishlayapman. Rahmat Mavluda opa. Keyingi savolim shuki, shu fransuz tilini fransuz tilida aytganda popularize, ommalashtirish bo'yicha nima ishlar qilinyapti va shu 41 yillik stajingiz davomida qanaqa natijalar bo'ldi? Shu vaqt ichida bizlar juda ham maktabimiz bolalari, o'quvchilar yaxshi o'qib, katta nima oliy nimalarga kirgan. Oliy o'quv yurtlariga kirgan. Nafaqat O'zbekistonda, chet davlatlarga ham kirib, o'sha yerda o'qib, fransuz tiliga o'zining tajribasini qo'shib kelyapti, yana kelyaptilar hozirgi yoshlar. Endi vaqtida men o'ziga o'sha bolalarini olimpiadalarga tayyorlagandim, frankofoniyaga chiqishga natijalari juda yaxshi bo'lgan. Endi hozir hamma fransuz tili juda ham rivojlanyapti, boshqa metodikasi yangilashyapti. Nima uchun fransuz tilini o'rganish kerak? Men o'zim juda yaxshi ko'raman shu tilni. Shu til bilan bog'langan o'zimni umrimni. Fransuz tili birinchidan eng chiroyli tillardan biri dunyoda. Fransuz tiliga gapirish bu juda ham chiroyli. Fransiyani madaniyati, san'ati juda chiroyli. Har bir odam o'zini madaniyatni oshirish uchun bir nechta tillarni bilishi kerak. Endi eng chiroyli tili bu fransuz tili, men o'ylaymanki. Bu achinarliki, hozir ham ko'plar ingliz tiliga o'tib ketyapti, lekin men juda ham xafa bo'laman. Agar bolalar nima qilsa, men ingliz tiliga boraman, bu yoqqa fransuz tili nima emas deb aytsaga juda xafa bo'laman. Mana hozir fransuz tilida yer yuzida deyarli 55 ta davlat fransuz tilida gaplashadi. Ya'ni fransuz tilini bilgan odamga shu 55 davlatning eshiklari ochiq. Xohlasin borib ishlasin, xohlasin o'qisin. Masalan, Kanada, Shvetsariya, Belgiya, Fransiya, Monako, Luksemburg,
bu shaharlarning eshiklari doimo ochiq. Shu yoshlarga qanday maslahat berasiz? Shu mamlakatlarga borish uchun o'zi mana bizlarga ingliz tilini o'qigan odam yoshlar ham kelib fransuz tilini o'qiyapti. Chunki misol Kanadaga borish uchun fransuz tilidan imtihon berish kerak birinchidan. Chunki fransuz tiliga baribir fransuz tili kerak ko'plarga. Mana shu chetga chiqish uchun Kanadaga, Shvetsariyaga, boshqa nimalarga. Men o'ylaymanki, biz tomonidan o'qituvchilar tomonidan ko'proq nima qilish kerak, bolalarni nima qiziqtirish kerak shu tilgaki, ko'proq nima o'z ustidan ishlab, bolalarga nima berib, har xil materiallarni berib, dunyo bo'yicha fransuz tiliga ko'proq nima qilish kerak. Urg'u berish kerak. Men o'ylayman shunaqa. Mavlud opa, bundan keyingi ishlaringizga omad tilayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Yana yoshlarga fransuz tilini o'qitishda, bularga fransuz tilini madaniyatini, fransuz tilini sekretlarini ochib berishni charchamang. Xudo umringizni uzoq qilsin. Rahmat. Suhbat uchun omon bo'ling. Rahmat. Menga shuncha ahamiyat berib kelganingiz uchun. Rahmat. Hurmatli obunachilar, kameramiz qarshisida shu maktabda 18 yildan beri ishlab kelayotgan Mahbuba Zayniyeva domlamiz bilan. Assalomu alaykum, Mahbuba domla. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Domla, shu maktabda fransuz tilini necha yildan beri o'tayotganingiz mana hammaga aniq. 18 yildan beri bitta maktabda ishlayapsiz. Savolim shuki, shu fransuz tili doirasida shu maktabda nima ishlar qilyapsiz? Avvalo o'zingizni tanishtiring. Marhamat. Zayniyeva Mahbuba 43-maktab fransuz tili fani o'qituvchisi. 2023-yil Fransiya va O'zbekiston Respublikasi prezidenti bilan muloqotda bo'ldik va aynan shu o'quvchilar ayni paytda darsda o'tiribdi. Shu o'quvchilar bilan birgalikda ikkita davlat prezidentini kutib olishga muvaffaq bo'ldik va bu hodisa ta'limda va Samarqand shahridagi fransuz tiliga bo'lgan e'tibor uchun tub burilish yasab berdi. Suhbatda qatnashgan 3 nafar o'quvchimiz Fransiya davlati Parij shahrida joylashgan mashhur top 100 talikka kiruvchi Sorbonne universitetiga o'qishga taklif qilindi. Ayni paytda maktabimizni aktiv zalida 2 nafar o'quvchimiz respublika olimpiadasiga tayyorlanyapti. Bu deganiki, butun Samarqand viloyatida bizning 2 nafar o'quvchimiz g'oliblikni qo'lga kiritib, mutlaq g'olib bo'lib, hozir respublika bosqichiga yo'llanma olishdi. Respublika bosqichi mart oyida bo'lib o'tadi va mart oyida ham bizning o'quvchilarimiz yaxshi natija ko'rsatib, faxrli o'rinlarni egallaydi degan umiddamiz. Rahmat. Domla, yana bitta savol. Alliance Française de Samarqand bilan qanaqa hamkorliklar bor maktab doirasida? Alliance Française de Samarqand bilan bizlar chambarchas bog'liqmiz. Negaki xonim Marjalan xonim bizlarga juda ham ko'p yordam beradilar. O'zlarini qadrli maslahatlarini ayamaydilar. Aynan o'quvchilarimiz DELF diplomiga sazovor bo'lganida shaxsan o'zlari va Fransiya davlati ambassador, ya'ni posol bilan birgalikda kelib, meni o'quvchilarimga o'z qo'llari bilan diplomlarni taqdim etdilar. Bu esa bolalarim uchun, o'quvchilarim uchun katta motivatsiya bo'ldi. Rahmat domla. Va oxirgi savolim. Fransuz tilini nima uchun o'rganish kerak? Eng asosiysi, bu tilni o'rgangan uzoqqa boradi. Sizlarga katta ko'p yo'llar ochiladi. Marhamat, boring, boshqa fransuz tili, ya'ni frankofon davlatlarga ta'lim olishingiz mumkin. Mana bizning 3 nafar o'quvchimiz ayni paytda Fransiyada tahsil olyapti. Bu katta imkoniyat, juda ham yaxshi narsa. Bundan tashqari, mana hozir Kanada TSF degan narsa chiqqan. Agar siz TSF diplomiga ega bo'lsangiz, sertifikatiga bemalol Kanada davlati sizni qabul qilib olib, u yerda ham yashash, ham o'qish, ham ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, siz katta lavozimlarda, ya'ni bizning xalqimizga va bizning respublikamizga foydangiz tekkan holda boshqa davlatlarda o'qib kelib, keyinchalik bizni davlatimizda katta lavozimlarni egallashingiz mumkin. Masalan, tarjimon bo'lish mumkin. Tarjimon, albatta, posolstvada ishlash mumkin. Albatta, o'zimizda posolstvada, o'zimizda tarjimonlik, diplomatiya aloqalarida bemalol faoliyat olib borish mumkin, chunki fransuz tili ham xalqaro tillardan biri hisoblanadi. Rahmat domla, mazmunli suhbatingiz uchun. Keyingi uchrashuvimizda xudo xolasa shu olimpiadadan o'rin olgan, xudo xolasa Alliance Française da
nima deydi Alyans Fransiz bilan bo'layotgan hamkorliklaringiz to'g'risida bafurja gaplashamiz. Rahmat kattakon sizga vaqt ajratganingiz uchun. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Hurmatli obunachilar, kameramiz qarshisida bu galgi o'qituvchimiz Natalya Nikolayevna shu maktabda 17 yildan beri ishlar ekanlar. Men hozir eksklyuziv suhbatimizni Natalya Nikolayevna bilan olib boraman. Bonjour. Здравствуйте, bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Très bien. Tout va bien? Хорошо. Donc maintenant, j'aimerais poser une question. Depuis quand vous travaillez ici et pourquoi on étudie cette langue? Quelle opportunité vous pouvez nous dire à propos de la langue française? Bonjour, je m'appelle Natalia Nikolaevna Chesavskih. Je suis professeure de français dans cette école depuis 17 ans en stage pédagogique. Et pendant cette période, j'ai travaillé avec les différents âges d'élèves. J'ai travaillé avec des petits élèves de 7 ans jusqu'aux 17 ans, ça veut dire avec les adolescents. Et bien sûr, c'est une grande expérience parce que j'ai vu les tout âges des élèves et c'est très intéressant pour professeur donner d'enseignement, de travailler avec les différents âges d'élèves. Et moi, j'ai première catégorie et en ayant un certificat international DLB2, je peux donner les connaissances à mes élèves très profondément. En plus, je veux dire que j'étais 3 fois en France. En 2022, en 2023, j'étais à Vichy. C'est le centre culturel Kabilam. J'ai passé l'éducation sur le programme STEAM. C'est l'éducation très moderne pour travailler avec le programme moderne. En 2025, j'étais 3e fois en France, c'est ville Nice. J'avais eu la chance de travailler avec mes collègues de l'Ouzbékistan. C'était une grande équipe de 30 professeurs qui avaient fait l'éducation à Nice. Nous sommes devenus comme les formateurs des formateurs. Ça veut dire que maintenant je travaille à Samarcande avec mes collègues de l'Ouzbékistan. J'aide à mes collègues de travailler avec leurs élèves. Merci pour les réponses. Maintenant, la question suivante. Pourquoi on a besoin d'étudier cette langue? Moi, je suis sûre qu'il faut apprendre cette langue parce que c'est une deuxième langue dans le monde qui peut nous aider à ouvrir les portes dans les différents niveaux de l'éducation. Et les élèves ils peuvent faire leurs études à l'étranger de différents pays. Ils peuvent devenir de haute qualité, ils peuvent devenir les professeurs, ils peuvent devenir les interprètes, les ambassadeurs. Les élèves, ils peuvent travailler dans toute Europe. Merci. Ils peuvent voyager bien sûr aussi. Merci Natalia Nikolaevna. Maintenant, la dernière question. Qu'est-ce que vous conseillez aux étudiants, aux amateurs de français, ou bien qu'ils veulent apprendre, qu'ils veulent étudier cette langue? Tout d'abord, il faut avoir un grand amour pour cette langue. Et après, il faut travailler très profondément. Il faut étudier cette langue et il faut travailler beaucoup. S'ils travaillent beaucoup, ils peuvent devenir les grands hommes, ils peuvent faire tout. Ils peuvent devenir les grands hommes dans le monde. Et bien sûr que nous avons beaucoup d'élèves à l'école qui veulent apprendre cette langue, ils veulent
devenir les interprètes, les professeurs et beaucoup d'élèves qui ont choisi ces métiers, ils ont choisi la langue française. Je voulais ajouter que notre école elle est devenue comme l'école pilote. Dans notre école, il y a le centre éducatif. Nous avons tout pour apprendre la langue française. Nous avons des livres modernes, des livres culturels. Nous avons des livres, les œuvres littéraires pour apprendre cette langue. Nous avons reçu plus de 700 livres français. Nous avons reçu l'écran interactif et les ordinateurs qui ont été envoyés par l'ambassade de l'Ouzbékistan en France. Merci beaucoup pour cette Et les interview. enfants, ils ont chance d'apprendre cette langue dans notre école. Et nous ferons tout ce que nous pouvons pour que nos élèves apprennent cette langue. Et en plus, je voulais ajouter que dans cette école travaille une grande équipe de profs. Au total, nous sommes 13 professeurs de français. Et chacun de nous, il a la tâche de travailler sincèrement avec le cœur ouvert avec nos élèves. Merci. Merci beaucoup pour cette interview exclusive. Merci pour vous. Maintenant, je vous souhaite de bonne santé, premièrement, d'enseigner le français. Donc, soyez toujours énergiques, Merci comme beaucoup. ça. Et donc, à la prochaine. Au Merci revoir. beaucoup. Soyez les bienvenus dans notre école. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Hurmatli obunachilar, men endi sizga 43-maktabda o'qiydigan o'quvchilarning ularni fransuz tiliga bo'lgan qiziqishlari haqida suhbatlashaman. Avvalo, ular nima uchun fransuz tilini o'rganishyapti? Bu tilning kelajakdagi roli qanday? Shu haqida bevosita suhbatlashamiz. Demak, birinchi suhbatimiz shu maktabda o'qiydigan Malika qizimiz bo'ladi. Malika nechinchi sinf? Какой? En quelle classe tu étudies? Je étudie en 8e A classe. Je D'accord. m'appelle Malika, je étudie en 8e A classe, école numéro 43, nom Lucien Caron. Dans notre école, il y a 3 bâtiments pour les élèves et pour élèves grandir. Dans notre école, il y a le buffet, sport salle, cabinet directeur et très beaucoup de cabinets. Cabinet informatique, cabinet russe, chimie, biologie. Notre école est grande et très jolie. C'est tout. Merci. Bonjour, je m'appelle Noémie. Soyez les bienvenus dans notre école. Permettez-moi de vous présenter notre classe. Nous sommes 30 dans notre classe, mais on la partage en 2 groupes pour le cours de français. Pendant toute la semaine, nous avons 5 leçons de français. On travaille avec 2 manuels, celui de l'Ouzbékistan et celui de la France. En plus de leçons, nous avons un cercle de langue française où nous chantons, dansons, apprenons de poésie et de pièces de théâtre. Merci. C'est génial, Minora, tu parles très bien français. Merci. Keyingi o'quvchimiz Behruz. Qani Behruz? Bonjour, je m'appelle Behrouz. J'étudie à l'école numéro 43. J'aime beaucoup le sport. Poésie, par Victor Hugo. Cette ville au long cri, qui profile son fond gris. Des toits frêles sans tourelles, cloches grêles et Paris. Et les chansons, mêlent filles et garçons. Quelle fête que d'été sur les fêtes des maisons. Le vieux Louvre, large et lourd, il ne s'ouvre qu'au grand jour. En prison, la bourdon et bourdon dans sa tour. La cour, flotte de fête, frappez haut, remplis-les. Le promenade de tous mes grandes comme une onde sur la mer. Merci beaucoup. Keyingi o'quvchimiz Roxana 9-sinf o'quvchisi. Bonjour, je m'appelle Roxana, j'ai 15 ans. J'étudie à l'école numéro 43 dans cette école. Je veux vous dire mon poésie. D'accord. Il n'y a pas de mots pour te décrire la France. Tu es pour tout le monde comme récompense. Tu es le soleil qui me fait heureuse. Tu es mon rêve, mon amie française. J'aime beaucoup Paris, il est très joli. J'aime tes rivières, tes montagnes, tes villes.
J'aime beaucoup tes plaines, elles sont très splendides. J'aime tes bâtiments au style gothique. Je pense que ta langue est très magnifique et ton climat est tempéré et ta nature est si variée. Ton prestige, ton renom dans le monde, tu dois être tes grands dons. Tellement, tout le monde sait tes explorateurs, les philosophes français, les ingénieurs. Je fais connaissance avec le pays que j'embrasse et je dis bonjour la France. C'est excellent, Roxana. Merci beaucoup. Merci. Keyingi o'quvchimiz 9-sinf o'quvchisi Salim. Bonjour, je m'appelle Salim, j'ai 15 ans. J'apprends le français depuis 5 ans. Et maintenant, je voudrais vous rencontrer la poésie Liberté qui a écrite par Paul Éluard. D'accord, allez-y. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages loups, sur toutes les pages blanches, pierre singe, papier aux cendres, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer, liberté. Excellent, merci beaucoup, Salim. Hurmatli obunachilar, Shabnam o'quvchimiz bizga hozir Salim bilan birga seni ko'rsatmoqchi ekan. Bonjour, je m'appelle Shabnam, j'ai 15 ans, j'étudie à l'école 43 et maintenant je présentais les parties de la scène. D'accord, allez-y. Je suis le petit Pierret, c'est aujourd'hui ma fête, je reçois des beaux gâteaux. Maman me donne ces grands gâteaux. Elle est pour mes chers amis, ils sont bons et gentils. D'accord. Je suis le petit Pierrot, de bonne figure. J'aime les beaux gâteaux et les confitures. D'accord. Ah, voilà un gâteau. Il est grand, il est beau. Et là, il est pour Pierrette. C'est aujourd'hui sa fête. Comment manger sans trop le gâter? Dur comme du sirop, encore un tout petit. J'ai un bon appétit, un peu de ce côté. D'accord. Oh, je l'ai tout gâté. Je peur, Pierrette vient, elle se fâche. Ah, j'emporte le gâteau et je le cache. C'est tout? Merci. Applaudissements. Merci Shabnam. Maintenant, le dernier, c'est Alexandre. Alexandre, tu veux dire quelque chose? Bonjour, je m'appelle Alexandre. J'ai étudié en 43 école et j'ai étudié à l'Alliance France parce que c'est très belle. И я хочу поступить в ИНЯС, и при получении B1 экзамен можно поступить на бюджет абсолютно бесплатно. А также потом полететь во Францию и при этом там работать. Я собираюсь потом после этого работать, наверное, в медицине или переводчиком. Но там очень хорошая зарплата. Во Франции или в Канаде, Швейцарии, Бельгии тоже, да? Да. Да. Потому что в Бельгии и Швейцарии говорят по-французски, да? Ну, да, там очень красиво. Merci beaucoup, Александр. Спасибо вам большое, дорогие ученики, за участие, за время. Hurmatli o'quvchilar, sizga kattakon rahmat. Fransuz tilini o'rganishdan charchamang. Omad. Rahmat, sog' bo'ling. Au revoir. Bye bye.